بتقوى الإله نجا من نجا وفاز وصار إلى ما رجا ومن يتق الله يجعل له كما قال من. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. وبعد فوائد الفوائد degan kitobimizdan darsimizni davom ettiramiz. Biz faslun ma'rifatullohi bi jamalihi, Alloh subhanahu va taoloning go'zalliklari bilan tanishlik degan faslni va min asma'ihil husna al jamil degan joyga kelib to'xtagan edik. Qala al musannifu rahmatullohi alayh va min asma'ihi al husna al jamil va fi as-sahih anhu sallallohu alayhi va sallam innalloha jamilun yuhibbul jamal. Alloh subhanahu va taoloning go'zal ismlaridan yana bittasi jamildir. Sahihda ya'ni Muslimda keladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh subhanahu va taolo go'zaldir va go'zallikni yaxshi ko'radi. Va jamaluhu subhanahu ala arba'i maratib. Alloh subhanahu va taoloning go'zalligi 4 ta martabada bo'ladi. Jamaluz zat, Alloh taoloning zoti ham go'zaldir. Va jamalus sifat, Alloh taoloning sifati ham go'zaldir. Va jamalul af'al, Alloh subhanahu va taoloning fe'llari ham va jamalul asma, ismlari ham go'zaldir. فأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها صفات كمال وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. Mu'min kishini xotirjam qiladigan jumlalar bular. Alloh subhanahu va taoloning hamma ismlari go'zaldir. Va husna degani o'zi aslida ahsan, eng oliy darajada, eng go'zaldir. Va Alloh subhanahu va taoloning sifatlari hammasi komil sifat. Va fe'llari ham hammasi hikmatni, maslahatni, adolatni va rahmatni ustiga qo'yiladi. Ya'ni mana bunday Robbga ibodat qiladigan kishi haqiqatda xotirjam bo'ladi. Ya'ni bu insonga, haqiqiy bir mu'minga qado va qadarga tamomiy taslim bo'lishlikni hosil qiladigan amallardan. Chunki siz yer yuzida biror bir narsa Alloh subhanahu va taoloning xohishsiz bo'lmasligini bilganingizdan keyin va Alloh subhanahu va taolo biror bir narsani iroda qiladigan bo'lsa, bu hammasi hikmatni, maslahatni, adolatni, rahmatni ustiga qurilganligini bilganingizdan keyin tabiiyki xotirjam bo'lasiz. Va amma jamaluz zat va ma huwa alayhi fa amrun la yudrikuhu siwahu wa la ya'lamuhu ghayruhu wa laysa 'inda al-makhluqin minhu illa ta'rifatun ta'arrafa biha ila man akramahu min 'ibadihi fa inna dhalika al-jamal masunun 'anil aghyar محجور بستر الرداء والإزار كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عنه الكبرياء ردائي والعظمة إزاري ولما كانت الكبرياء أعظم وأوسع كانت أحق باسم الرداء فإنه سبحانه الكبير المتعال فهو سبحانه العلي العظيم. Ammo Alloh subhanahu va taoloning zotiga, ya'ni birinchi martabaga keladigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taoloning zotining go'zalligi va ma huwa alayhi, zoti uning ustida bo'lgan narsalarning go'zalligiga keladigan bo'lsak, buni Alloh subhanahu va taolodan boshqasi bilmaydi va idrok qila olmaydi. Va mahluqotlardan birontasi Alloh subhanahu va taoloning zotidan faqatgina Alloh subhanahu va taolo bandalaridan o'zi ikrom qilgan kimsalarga o'zini tanishtirgan ta'rifat miqdorda biladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo o'zini zoti haqida Qur'onda qancha gapirgan bo'lsa va hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh subhanahu va taoloning zotida qancha gapirgan bo'lsa, shuni bila oladi xolos. Nimaga? Chunki uni kayfiyatini bilishlik mumkin emas. Shuning uchun aytdiki, la yudrikuhu siwa, Allohdan boshqasi Alloh taoloning zotini idrok qila olmaydi va Alloh subhanahu va taolodan boshqasi Allohning zotini bilmaydi. Shuni hisobiga Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan hadisda kimki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Alloh taoloni ko'rdi degan bo'lsa, yolg'on gapiribdi deydi. Masala ulamolar o'rtasida xilofli masala. Ya'ni Alloh taoloning zoti faqatgina ko'rishlik bilan idrok qilingan narsa bo'lganligi uchun, dunyo hayotida buni ko'rish imkoni bo'lmaganligi uchun buni hech kim bilmaydi. Ammo Alloh subhanahu va taolo o'zini zoti haqida ba'zi bir xabarlarni berdi. Ya'ni uluvuz zat, Alloh taolo zoti oliy bo'lgan zot. Buni xabarini berdi. Mana shu miqdordagina biz bila olamiz. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, ungacha keladigan fa inna zalikal jamal, Alloh subhanahu va taoloning mana bu zotining go'zalligi
masunun anil aghyar degani aghyardan maqsad mahluqotlar. Mahluqotlardan masun saqlangandir, himoya qilingandir. Mahjubun bi satr rida wal izar. Va u rido va izor bilan, ya'ni ulug'lik ridosi va oliylik azamat izori bilan hajb qilingan. Yani dunyo hayotida buni ko'rishga imkoniyati yo'q. Qur'onda Alloh subhanahu va taolo sarohatan ochiq qilib bu narsani zikr qildi. Nima dedi? Ya'ni aytdiki, Musa alayhissalom Alloh subhanahu va taologa o'zingni ko'rsatgin dedi. Alloh subhanahu va taolo toqqa qaragin dedi. Ya'ni dunyo hayotida Alloh subhanahu va taoloni ko'rishga imkoni bo'lganda eng oliy bo'lgan mahluqotlardan payg'ambarlarga ko'rsatgan bo'lardi. Lekin ko'rsatmadimi, demak buni bilishga imkoniyati yo'q. Walamma kanat al-kibriya a'zam wa awsa'. Endi ulug'lik, ya'ni kibriya bu ulug' va katta bo'lganligi uchun rido ismi bilan ta'rif berdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni al-kibriya riday va al-'azamatu izari deydi. Ya'ni kibriya azomatdan katta bo'lganligini hisobiga Alloh subhanahu va taoloni kibriyosini rido bilan ta'rif berdi. Bu faqatgina Ibn al-Qayyim Jawziy rahmatullohi alayhi manfaatlaridan, foydalaridan. Fa innahu subhanahu al-kabirul mutaali. Alloh subhanahu va taolo kabir, ya'ni ulug' va oliy bo'lgan zotdir. Alloh subhanahu va taolo oliy va azim bo'lgan zotdir. Qala Ibn Abbas: "Hajaba az-zat bis-sifati wa hajaba as-sifati bil-af'ali. فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجلال." Ibn Abbosning gapini keyingi satrda tushunamiz, o'shaning uchun keyingi satrda ham qo'shib o'qiymiz. Imkon bo'lsa uni ana shunday qilib tasdir qilib qo'yishlaringiz kerak. Mana bu plamastirga o'xshagan narsa bilan mana bu keladigan qismda. ومن هذه المعنى يفهم بعض معاني جمال ذاته. فإن العبد يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات، ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات. فإذا شاهد شيئا من جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات، ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات. ابن عباس رضي الله عنهما aytadilarki, Alloh subhanahu va taoloning zoti sifati bilan to'silgandir. Alloh subhanahu va taoloning sifati esa fe'llari bilan to'silgandir. Endi mana bunday kamolat sifatlari bilan va ulug' va oliy sifatlar bilan satr qilingan va berkitilgan zotni jamolligi qanday ham katta bo'ladi, nima deb o'ylaysizlar deb. Buni tushuntiryaptiki Ibn al-Qayyim Jawziy rahmatullohi alayh, qanday qilib Alloh subhanahu va taoloning zoti sifati bilan hajb qilingan va Alloh subhanahu va taoloning sifatlari fe'llari bilan hajb qilinganini tushuntirib aytayaptiki, va min hadal ma'na, va mana shu ma'nodanki yufhamu ba'd ma'ani jamali zatihi. Alloh subhanahu va taoloning zotini go'zalliklarining ba'zi ma'nolarini qanday qilib bilamiz? Fa innal abda yataraqqa min ma'rifati al-af'ali ila ma'rifati as-sifat. Ya'ni siz Alloh subhanahu va taoloning fe'llariga qaragan paytingizda Alloh subhanahu va taoloning fe'llarini go'zalligidan Allohning sifatini go'zalligini bilasiz deyapti. Ya'ni suratul mas'ala. Yo'q kelavering yaqin. Suratul mas'ala Alloh subhanahu va taoloning sifatini Alloh subhanahu va taoloning fe'llaridan bilamiz deyapti. Misol, oddiy bitta misol, osmonga qaraydigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo osmonni naqadar go'zal qilib yaratib qo'ygan. Bu Alloh subhanahu va taoloning ba'zi o'sha sifat, go'zallik sifatini bir bo'lagi xolos. Shu Alloh taoloning go'zallik sifatini bir bo'lagini tashagan go'zallik shundoq bo'ladigan bo'lsa, Alloh taoloning o'zini sifatini go'zalligini qo'yavering. Va min ma'rifati sifat, endi sifatlarni bilgandan keyin Alloh subhanahu va taoloning zotini bilamiz. Va idza shahada shay'an min jamalil af'al, ya'ni banda qachoniki Alloh taoloning fe'llarini go'zalligini ko'radigan bo'lsa, ana shu fe'llaridan jamalus sifat, Alloh taoloning sifatini go'zalligini ko'radi. Alloh taoloning sifatini go'zal bo'lishligidan Alloh subhanahu va taoloning zotini go'zalligini biladi. Lekin buni bilishligi qanday? Bilishligi faqatgina yuqorida zikr qilganimizdek Alloh subhanahu va taolo xabar bergan miqdorda bo'ladi. Va g'oybiy narsa bo'lganligini hisobiga bu narsani yaqinan his qilishda imkoni yo'q dunyo hayotida. Xuddiki misol uchun jannatda Alloh subhanahu va taolo zikr qilganda nima deydi? Jannatda uzumlar bor deydi. Jannatda xurmolar bor deydi. Jannatda anorlar bor deydi. Yana mevalarda mavz, banan bor. Lekin o'sha jannatda zikr qilingan uzumu, anoru, anjiru, boshqa narsalar dunyo hayotidagi bilan bir xilmi desa yo'q deymiz. Ko'rinishida bir xilmi desa
Ko'rinishida bir xil bo'lishi ehtimoli bor, lekin u ham aniq emas. Nimaga? Chunki Alloh subhanahu va taolo bizga o'zimiz aqlimiz oladigan miqdorda bu narsalarni sifatlayapti. Xuddi shunday Alloh subhanahu va taoloning haqiqiy zotini, go'zalligini inshaalloh Alloh subhanahu va taolo hammamizni jannatga kirgizgan paytda ko'rgandagina bila olamiz. Ungacha bilishlikda imkoni yo'q. ومن هنا يتبين أنه سبحانه له الحمد كله وأن أحدا من خلقه لا يحصى ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وأنه يستحق أن يعبد لذاته ويحب لذاته ويشكر لذاته وأنه سبحانه يحب نفسه ويثني على نفسه ويحمد نفسه وأن محبته لنفسه وحمده لنفسه وثناءه على نفسه وتوحيده لنفسه هو في الحقيقة الحمد والثناء والحب والتوحيد. Bu jumlani tarjima qilishlikdan oldin taqrib uchun bitta misolni keltiramiz. Taqrib uchun, yaqinlashtirish uchun valillahil masalul a'la. Hozir misol uchun futbolga qiziqqanlarda ikkita fanati bor. Bittasi Messi, bittasi Ronaldo. Messi ham, Ronaldo ham kofir. Alloh subhanahu va taoloning dushmanlari. Bu Allohga dushmanlik qilmaydi deb hech kim aytilmaydi. Kofirmi? Tamom. Har qanday kofir Alloh subhanahu va taoloning dushmani. Tamam? Endi mana shu Messi yoki Ronaldoni futbolga qiziqqan odamlar yaxshi ko'radi. Nima uchun yaxshi ko'radi? Futbolda yaxshi o'ynaganligi uchun yaxshi ko'radi. Boshqa bir sifati yo'q ular. Bir yaxshi bir xilqati degan narsa yo'q. Misol uchun Messi mutakabbir bo'lishi mumkin, Ronaldo mutakabbir bo'lishi mumkin yoki mana yaqinda futboldan ketgan Zlatan Ibragimovich degani bor edi. Son darajada mutakabbir odam edi. Lekin o'shani ham fanatlari bor edi, muhabbat qiladigan kishilar bor edi. Nima uchun yaxshi ko'ryapti? Chunki o'sha futboldagi fitlar uchun yaxshi ko'radi. Futbolda yaxshi o'ynaganligi uchun, futbolda gol solganligi uchun. Ha, demak, oddiy bir mahluqni bir o'sha sohasida mutaxassis bo'lganligi uchun yaxshi ko'rilsa bo'lar ekan. Qancha arablar murtad bo'lib ketgan shularni yaxshi ko'rib. Nimani hisobiga? Aytayaptiki, agar futbolda ilohi bo'lganda Messi futbolda ilohi bo'lardi deydi. Bu shirk kalima bu. Endi hozir qarang. Mana bu bitta futbolda bitta mahluq. O'sha mahluq o'sha futbolda yaxshi o'ynaganligi uchun shu futbolni yaxshi ko'rgan kishilar uni yaxshi ko'ryapti. Na bir foydasi bor, faqat zarari bor ular. O'tgan safar darsda aytdik-ku, Alloh subhanahu va taolodan boshqasini yaxshi ko'rishlik Alloh uchun yaxshi ko'rilmasa faqatgina muammo bu. Faqatgina musibat. Shuning uchun maktab davrlarida eslaydigan bo'lsalaringiz, qizlar orqasida yurgansizlar-ku xor bo'lib turib. Nimaga? Allohdan boshqasi uchun yaxshi ko'rilganligi uchun. Endi hozir bu yerda bizga mana bu narsani tasavvur qila olsak, keyin bu gapni tushunishga harakat qilamiz. Chunki birinchi o'qiganda odamga bir boshqacha kelishligi mumkin. Mana oddiy bitta mahluqni o'zini sohasida mutaxassis bo'lganligi uchun, o'zining sohasida yaxshi bo'lganligi uchun nima qilish mumkin ekan? Yaxshi ko'rishlik mumkin ekan. Valillahil masalul a'la, bu taqrib uchun bu. Endi aytayaptiki, va mana bu o'rinda ma'lum bo'ladiki, Alloh subhanahu va taologa hamda hammasi aytiladi. Nimaga? Chunki Alloh taolo 4 ta martaba jihatidan nima dedik? Jamolat bilan sifatlanadi. Alloh taoloning zoti, sifati, fe'llari va yana nimasi dedik? Alloh subhanahu va taoloning ism va sifatlari go'zallik bilan sifatlanadi. Modomiki mana shunday komil sifatlarga ega bo'lgan zot bo'lsa, o'z-o'zidan maqtaniladi. Ozgina qaytarsak, mana bu mahluq o'zini bitta sohasida yaxshi o'ynaganligi uchun yaxshi ko'rilyapti, maqtanilyaptimi? Endi valillahil masalul a'la. Alloh subhanahu va taolo o'zini jamiki zotida-yu, sifatidayu, fe'llaridayu, asma va sifatida kamolat va jamolat bilan sifatlangandan keyin Alloh taolo maqtalishlikka eng haqli bo'lgan zot. Shuning uchun hamd bilan shukrning o'rtasidagi farqda nima dedik? Hamd bir zotga maqtov aytiladi, agarchi sizga in'om bermasa ham. Misol uchun, shukr ne'matning muqobilida bo'ladi. Hamd o'sha zot shundog'am maqtalishlikka haqli sifatga ega bo'lganligi uchun maqtalinadi. Va anna ahadan min xalqihi, mahluqotlardan birontasi Alloh subhanahu va taologa maqtov aytishlikda la yuhsi, ya'ni Alloh taologa munosib bir shaklda ayta olmaydi. Bal huwa kama asna ala nafsihi, balkim Alloh subhanahu va taolo o'zini qanday maqtagan bo'lsa, ana shu maqtovlarga munosib. Va annahu yastahiqqu an yu'bada li zati. Alloh taolo zoti uchun ibodat qilinishlikka haqlidir. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo mahluqotlarga hech qanaqa bir fazl bermadi deb faraz qilsak ham,
Alloh subhanahu va taoloning zoti oliy bo'lganligi uchun, zoti jamolat bilan sifatlanganligi uchun zotan ibodat qilinishlikka haqli bo'lgan zot. Yuhabbu lidatihi va yushkaru lidatihi. Alloh taolo zoti uchun yaxshi ko'rinadi va zoti uchun maqtaniladi. Alloh subhanahu va taolo o'zini yaxshi ko'radi, o'zini maqtaydi, o'ziga hamd aytadi. Va Alloh subhanahu va taoloning muhabbati o'zi uchundir va hamdi o'zi uchundir, ulug'lashligi sanosi o'zi uchundir. Alloh subhanahu va taolo haqiqatda o'zini yakkalaydi. Hamd bilan, sano bilan, hub va tavhid bilan. Fa huwa subhanahu kama athna ala nafsihi va fawqa ma yuthni bihi alayhi khalquhu. Alloh subhanahu va taoloning mahluqotlari maqtagandan ko'ra Alloh subhanahu va taolo o'zini yuqori darajada maqtaydi. Va huwa subhanahu kama yuhibbu zatahu yuhibbu sifatihi va fa'alahu. Alloh subhanahu va taolo o'zini zotini yaxshi ko'radi va sifatlarini ham yaxshi ko'radi va fe'llarini ham yaxshi ko'radi. Va kullu af'alihi hasanun mahbubun. Chunki Alloh taoloning jamiki fe'llari go'zal va suyuklidir. Va in kana fi maf'ulatihi ma yubghiduhu va yakrahuhu. Agarchi Alloh taoloning fe'llarini orasida o'zi yomon ko'rgan va o'zi karih ko'rgan narsalar maf'ulat, ya'ni qilgan narsalarini orasida o'zi yomon ko'rgan narsa va o'zi karih ko'rgan narsa bo'lsa ham. Nima demoqchi? Aytmoqchi bo'lgan narsasi shuki, Alloh subhanahu va taoloning fe'llari, Alloh subhanahu va taoloning fe'llarini hammasi maqtalinadigan fe'llar. Ya'ni fe'lni o'ziga to'xtasak. Ammo Alloh subhanahu va taoloning af'oli, bu yerdagi fe'llardan maqsad mahluqotlar nazarda tutilyapti. Mahluqotlarning ichida Alloh taolo yaratgan narsalarning ichida Alloh taolo o'zi yomon ko'rgan narsalar ham bor. O'zi karih ko'rgan narsalar ham bor. Lekin o'sha yaratishlik bo'lgan fe'li hech qachon yomonlik yo'q unda. Misol, Alloh subhanahu va taolo kofirlarni yomon ko'rishligini sarohatan Qur'onda zikr qilyapti. Va mutakabbirlarni, maqtanchoqlarni yomon ko'rishligini Alloh taolo Qur'onda sarohatan zikr qilyapti. Lekin kofirlar bormi? Mutakabbirlar bormi? Va zolimlar bormi? Bor. Endi bu yerda aytilgan narsa shuki, Alloh subhanahu va taolo yaratgan mahluqotlarning ichida Alloh taolo yomon ko'rgan narsalar bor. Lekin Allohning fe'llari birontasi makruh va masxud g'azablanadigan narsa emas. Ya'ni o'sha yaratishlik fe'li bo'lsin, ular masxud emas. Yoki boshqacha bir jihat bilan, boshqacha tushuntirishlik bilan aytadigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taoloning fe'lida mahd yomonlik yo'q degan. Va aqida kitoblarida zikr qilinadi. Ya'ni faqat yomonlikdan iborat bo'lgan narsa yo'q. Misol keltiriladiki, misol Ibn Sayyid rahmatullohi alayhi keltirgan misollardan qamoqqa tushishlik. Alloh taolo afiyat bersin. Qamoqqa tushishlik o'zi aslida yaxshimi, yomonmi? Zohirda qarasak, al-aslu fihi yomonligi. Lekin qamoqqa tushishlikda qancha yaxshiliklar bor. Misol uchun bir odam fosiq bo'lib ketib turadi. Alloh subhanahu va taolo uni qamatib qo'ysa, solih kishilar bilan birga bo'lib turib, salohiyatli bo'lib chiqadi. Qur'ondan uzoqlashib qolgan kishini qamoqqa solib qo'yadi, ertayu kech Qur'on o'qiydi, Qur'onga yaqinlashtirib qo'yadi. Yoki kasal bo'lishlik. Bu kasal bo'lishlik Alloh subhanahu va taoloning fe'li. O'zi aslida kasal bo'lishlik nima? Yomon narsa. Lekin shu kasal bo'lishlikni natijasidan hosil bo'ladigan narsalar borki, u sihat salomatlikdan ko'ra yaxshi bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo yaratgan mahluqotlar ichida yomonligi bor, lekin Allohning fe'li yomonlik emas. Va laysa fil wujudi ma yuhabbu lidatihi va yuhmadu lidatihi illa huwa subhanahu. Va kullu ma yuhibbu deb shu yerda vallohu alam yuhabbu bo'ladi. Va kullu ma yuhabbu siwa in kanat mahabbatuhu tabi'atan li mahabbatihi subhanahu bihaythu yuhabbu li ajlihi fa mahabbatuhu sahihatun va illa fa hiya mahabbatun batilah. Borliqda vujud zoti uchun yaxshi ko'riladigan va zoti uchun maqtaniladigan Alloh subhanahu va taolodan boshqa bironta zot yo'qdir. Nimaga? Siz kimnidir yaxshi ko'rsiz mahluqotlardan. Sizga foydasi tekkanligi uchun yaxshi ko'rasiz. O'shancha foydasi tegmagan kuni o'sha yomon ko'rishni boshlaysiz. Endi bu yerda aytilgan narsa nima bo'layapti? Borliqda faqatgina zoti uchun yaxshi ko'riladigan zot bu Alloh subhanahu va taolodir. Allohdan boshqasi zoti uchun yaxshi ko'rilmaydi. Va kullu ma yuhabbu siwa, Allohdan boshqa yaxshi ko'riladigan narsalar agar uni muhabbati Alloh subhanahu va taoloning muhabbatiga tobi bo'ladigan bo'lsa, shu jihatdagi Alloh uchun yaxshi ko'riladigan bo'lsa, bu haqiqiy muhabbat bo'ladi.
Agar Alloh uchun yaxshi ko'rilmaydigan bo'lsa, bu botil muhabbat bo'ladi. Maktabdagi muhabbatlaringizda aytayapti, bu botil bo'lgan muhabbatlar deyapti. Va hada huwa haqiqatul ilahiyya. Mana bu ilohiy haqiqat shudir. Fa innal ilahal haqq huwa alladhi yuhabbu lidatihi va yuhmadu lidatihi. Chunki haqiqiy iloh zoti uchun yaxshi ko'riladi, zoti uchun seviladi. فكيف إذا انضاف إلى ذلك إحسانه وإنعامه وحلمه وتجاوزه وعفوه وبره ورحمته. Mana bu bizga kerak bo'ladigan joylaridan bittasi, mu'minni xotirjam qiladigan narsa. Endi agar hozir aytayaptiki, Alloh subhanahu va taolo hech qanaqa bandaga yaxshilik qilmadi degan taqdirda ham zoti uchun yaxshi ko'riladigan zot bo'lsa, zoti uchun maqtaniladigan zot bo'ladigan bo'lsa, endi bunga Alloh taoloning sizga bergan yaxshiliklari, ne'matlari, halimligi, gunohlaringizni o'tib yuborishligi, afv qilishligi, yaxshiligi va rahmatini qo'shadigan bo'lsangiz, qanday qilib yaxshi ko'rilmasin? فعلى العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله. Bandaga bilishligi lozim bo'lgan narsa o'zi aslida bu tavhidning haqiqati shu o'zi aslida. Ibn Qoyyim tavhidni juda ham ko'p o'rinda muhabbat bilan sifatlab beradi. Fathul Majidda ham o'tib ketdik-ku. Ya'ni haqiqiy o'zi aslida ibodat to'xtaydigan narsa 3 ta narsadan bo'ladi. Xavf, zilla, xorlik va muhabbat. Mana shu 3 ta narsa jamlansa haqiqiy ibodat bo'ladi. Ya'ni zillat va Alloh subhanahu va taoloning o'zini oldida xor tutishlik, Allohning oldida va Allohni yaxshi ko'rishlik, Allohdan qo'rqishlik. Shuncha aytayaptiki, bandaga lozim bo'lgan narsa Allohdan o'zga ibodatga haqli ma'bud yo'q. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'riladi. Allohni yaxshi ko'radi, Alloh taoloning mahdidi zoti va kamolati uchun. Va yana bilmoqligi lozim bo'lgan narsa shuki, annahu la muhsina ala al-haqiqati bi asnafi an-na'am ad-zahirati wal batinati illa hu. Haqiqiy yordam beruvchi, haqiqiy yaxshilik qiluvchi zot, jamiki zohiriy va botiniy ne'matlar bilan yaxshilik qiladigan zot faqatgina Alloh subhanahu va taolo. Va yuhibbuhu li ihsanihi. Shuning uchun bandaga lozim bo'ladiki, Alloh subhanahu va taoloni ihsoni uchun ham, in'omi uchun ham yaxshi ko'radi. Mana shu narsaga ko'ra maqtaniladi va yuhibbuhu min al-wajhayn jami'a. Ikkita vajhda hammasiga ko'ra yaxshi ko'riladi. Birinchi vajhi haqiqiy iloh bo'lganligi uchun, ikkinchi vajhi haqiqiy muhsin bo'lganligi uchun. Va kama anna laysa kamithlihi shay'un falaysa kamahabbatihi mahabba. Alloh subhanahu va taoloning o'xshashi bo'lmagani kabi banda Allohga bo'lgan muhabbatini boshqasiga qilmaslik kerak. O'zbekcha qilib aytadigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taoloni yaxshi ko'rgandek, boshqasini yaxshi ko'rishlikka haqqi yo'q. Al-mahabbatu ma'al khudu'i hiya al-ubudiyyatu allati khuliqa al-khalqu li ajliha. Xudu, ya'ni xor bo'lishlik bilan bir qatorda bo'lgan muhabbat, bandalar, mahluqotlar uning uchun yaratilgan haqiqiy ibodat mana shudir. Fa innaha ghayatul hubbi bi ghayatiz zul. Ya'ni ibodat degani Alloh subhanahu va taoloning qarshisida Allohni eng yuqori darajada yaxshi ko'rib, eng yuqori darajada xor bo'lishlikdir. Wala, ya'ni o'zini Alloh taologa xor tutishlikdir. Wala yasluhu zalika illa lahu subhanahu. Va mana buni faqat Alloh subhanahu va taologagina qilishlik joiz bo'ladi. Allohdan boshqasiga unga yaxshi ko'rgan holatda, xor bo'lgan holatda yaxshi ko'riladigan bo'lsa, bu shirk bo'ladi. Val ishroku bihi fi hada huwa shirku alladhi la yaghfiruhu Alloh. Ya'ni muhabbat bilan xorlikda Allohdan boshqasiga shirk keltiradigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo mag'firat qilmaydigan va la yaqbalu li sohibihi amal va sohibidan amalni qabul qilmaydigan shirk bo'ladi. Ya'ni bu shirkdan maqsad nima bo'layapti? Shirkul akbar muhrij minal milla. Millatdan chiqaradigan shirkni nazarda tutyapti. Va hamduhu yatadammanu aslayn. Alloh subhanahu va taoloning maqtashlik ikkita aslni o'z ichiga oladi. Birinchisi al-ikhbara bi mahamidihi va sifati kamalihi. Alloh subhanahu va taoloni maqtashga loyiq bo'lgan sifatlari bilan xabar berishlik va komil sifatlari haqida xabar berishlik. Wal mahabbata lahu alayha. Va Alloh subhanahu va taoloni shu komil sifat egasi bo'lganligi uchun yaxshi ko'rishlik. Faman akhbara bi mahasin ghayrihi min ghayri mahabbatin lahu lam yakun hamida. Kimki bir kishini mahasin yaxshiliklarini zikr qiladigan bo'lsa-yu, uni yaxshi ko'rmasa, uni maqtuvchi hisoblanmaydi. Endi yaxshi endi u ham. Messi yaxshi o'ynaydi, lekin men uni yomon ko'raman desa, uni maqtamayapti. Tamam? Va man ahabbahu min ghayri ikhbarin bi mahasinihi lam yakun hamidan hatta yajma'a al-amrayn. Va man ahabbahu, kimki bir insonni
yaxshi ko'rsa-yu, buni yaxshiliklarni xabar bermasa, bunda ham hamid, maqtuvchi bo'lmaydi to ikkita ish jamlanguncha. Demak, Alloh subhanahu va taologa haqiqiy hamd aytgan kishi nima bo'lishi kerak? Alloh taoloni yaxshi ko'rib, uni Alloh taoloni yaxshi sifatlarini, ya'ni komil sifatlari bilan maqtashlik kerak. Va huwa subhanahu yahmadu nafsahu bi nafsi. Alloh subhanahu va taolo o'zini o'zi maqtaydi, o'ziga o'zi hamd aytadi. Yahmadu nafsahu bima yujrihi ala alsinatil hamidin lahu min al malaikati wa anbiya'ihi wa rusulihi. Min malaikatihi va anbiya'ihi va rusulihi va ibadihi al-mu'minin. Alloh subhanahu va taolo o'zini mahluqotlarini farishtalardan, payg'ambarlardan, rasullardan va mu'min bandalaridan iborat bo'lgan Allohdan maqtuvchi bo'lgan mahluqotlarini tilida ham maqtaydi. Fa huwa al-hamidu li nafsihi bi hada va hada. Alloh subhanahu va taolo o'zini mana shu komil sifatlari bilan va mahluqotlarda hamd bilan maqtaydi. فإن حمدهم له بمشيئته وإذنه وتكوينه. ومخلوقاتlarni Alloh taoloni maqtashligi esa Alloh taoloni xohishi, izni va takvin, mana shu narsani yaratishlik, paydo qilishligi bilan bo'ladi. فإنه هو الذي جعل الحامد حامدا. Bizga urg'u berishligimiz kerak bo'lgan joylardan bittasi shuki, modomiki siz Alloh subhanahu va taologa ibodat qilyapsiz ekan, Alloh taoloni maqtayapsiz ekan, Allohga taslim bo'lyapsiz ekan, bu faqatgina Alloh subhanahu va taolo sizga mana bu narsaga muvaffaq qilganligi uchun. Shuncha aytayaptiki, fa innahu huvallazi ja'ala al-hamida hamidan wal muslima musliman wal musalliya musalliyan wat ta'iba ta'iba. فمنه ابتدأت النعم وإليه انتهت فابتدأت بحمده وانتهت إلى حمده وهو الذي ألهم عبده التوبة وفرح بها أعظم الفرح وهي من فضله وجوده وألهم عبده الطاعة وعانه عليه ثم أثابه عليها وهي من فضله وجوده. Alloh subhanahu va taolo maqtuvchini maqtuvchi qildi. Musulmonni musulmon qilgani ham Allohdir. Namoz o'quvchini namoz o'qiydigan qilgan, tavba qiluvchini tavba qiladigan qilgan zot yagona Alloh subhanahu va taolodir. Demak, ne'mat Alloh subhanahu va taolodan boshlanib, Alloh subhanahu va taologa to'xtaydi. Hamd fabtada'at bihamdihi, ya'ni ne'mat Alloh taologa hamd aytish bilan boshlanib, Alloh taologa hamd aytish bilan to'xtaydi. Va huvallazi alhama 'abda. Alloh subhanahu va taolo bandaga tavba qilishlikni ilhom qilib turib, Alloh taoloning rahmatidan o'zi ilhom qilgan tavbaga yana bandasi tavba qiladigan bo'lsa, juda ham qattiq xursand bo'ladi. Va hiya min fadlihi va jawdi. Alloh subhanahu va taoloning judihi. Javd emas, Alloh subhanahu va taoloning va huwa min fadlihi va judihi, Allohning fazli va Allohning sahiyligidandir. Alloh subhanahu va taolo bandasiga to'at qilishlikni ilhomlantirdi va o'zi yordam berdi. So'ng o'sha o'zi ilhom bergan va o'zi yordam bergan to'atiga yana mukofot ham beradi. Bu ham Alloh taoloning fazli va jud karomidandir. Va huwa subhanahu g'aniyyun an kulli ma siwahu bi kulli wajhin. Endi musannif juda ham ajib qilib keltiryaptiki, Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizni ibodatimizga muhtoj emas deyapti. Alloh taolo ma siwahu bi kulli wajhin, o'zidan boshqa jamiki narsalardan behojat bo'lgan zot. Va ma siwahu faqirun ilayhi bi kulli wajh. Allohdan boshqa mahluqotlar har qanday holatda Alloh taologa muhtojdir. Wal abdu muftaqirun ilayhi li zatihi fil asbab wal g'oyat. Banda Alloh subhanahu va taologa sabablarni qilishlikda ham, maqsadlarga erishishlikda ham muhtojdir. Sabablarni qilishlik, ibodat qilishlik, maqsadlar, jannatga kirishlik, ularda hammasida Alloh subhanahu va taologa banda muhtojdir. Fa inna ma la yakunu bihi la yakunu. Ya'ni Alloh subhanahu va taolosiz bo'lmaydigan narsalar hech qachon bo'lmaydi. Va ma la yakunu lahu la yanfa. Allohsiz bo'ladigan bo'lsa va ma la yakunu lahu, Allohsiz bo'ladigan bo'lsa, u foyda ham bermaydi. Ya'ni birinchidan Allohsiz bo'lmaydi va Alloh uchun bo'lmaydigan bo'lsa, unda foydasi bo'lmaydi. Faslun az-zinatul halal. Halol zinat. Boyvachchalarga rosa yoqadigan faslda bu. Va qawluhu fil hadis. Hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, innalloha jamilun yuhibbul jamal. Alloh subhanahu va taolo go'zaldir va go'zallikni yaxshi ko'radi. Yatanawalul jamala thiyabil mas'ul anhu fi nafsil hadis. Va bu hadisda zikr qilingan so'ralgan kiyimni ham o'z ichiga oladi. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu hadisda bu voqea bo'lishligida sahobalardan biri kelib turib, "Ya Rasululloh, men o'zimga qarashlikni, chiroyli kiyinishni yaxshi ko'raman" deganda, Alloh subhanahu va taolo go'zaldir va go'zallikni yaxshi ko'radi. Shuncha aytayaptiki, hadisda so'ralgan chiroyli kiyimni ham o'z ichiga oladi
ويدخل فيه بطريق العموم الجمال من كل شيء. وعموم yo'liga ko'ra jamiki go'zalliklar bu hadisning ichiga kiradi. Buni qayerdan bilib oldik? Usulda o'qib tashlaganmiz-ku. Hadisga qaraylikchi. Umumni qayerdan olyapmiz? Innalloha jamilun yuhibbul jamala. Al-jamal al-istighraqiyya, ya'ni Alloh subhanahu va taolo go'zaldir va jamiki go'zalliklarni yaxshi ko'radi. Shuni hisobiga bu hadisning umumiga jamiki go'zalliklar kirib ketadi. Xo'p, endi buni qoidlaymiz biz. Jamiki go'zalliklar deganda muboh nazarda tutilyapti. Alloh taolo go'zal ekan deb buni nima uchun zikr qilyapmiz? Yoshligimizda ibodatda lozim tutib boshlagan paytimizda mutafakkir so'pilar bo'lardi. Mutafakkir so'pilar nima ular? Hashishni chekib olib tafakkur qiladigan kishilarda ular. Nashani chekib olib turib, nashani chekkanda tafakkur keladi derdi. Bir kun bir qiz o'tib ketyapti, o'shanga qarab turib, men dedi ibodat qilyapman dedi. Qanday ibodat qilyapsan desa, qara Alloh subhanahu va taolo dunyoda shunaqa chiroyli ayollarni yaratib qo'ygan bo'lsa, hurunlar qanday ekan deb tafakkur qilyapman dedi. Bu kirmaydi bu yerga. Bundan tafakkurda olmaylar-da. Bu harom bu, joiz emas. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan go'zalliklar shariatda ruxsat berilgan go'zallik nazarda tutiladi. Shuning uchun hurul illar qanday ekan bular deb turib tafakkur qilinmaydi bu. Innalloha nadifun yuhibbun nadafa. Alloh subhanahu va taolo pokdir va poklikni yaxshi ko'radi. Va hadisda keladiki, innalloha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Alloh subhanahu va taolo pokdir va pok narsalarni qabul qiladi. Sunanda keladiki, Alloh subhanahu va taolo yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi. Alloh taolo bandasiga bergan ne'matini asarini bandasida ko'rishlikni yaxshi ko'radi, qoid bilan isrof bo'lmagan shaklda. Boyvachchalar marka kiysa bo'laveradi deyiladigan holatlari bor, lekin chegaralangan bir holatda bo'ladi. Ya'ni vojib turgan paytda Alloh taolo go'zallikni yaxshi ko'radi deb turib, shuncha markaga pul sarflanmaydi. Va fiha an abil ahwas al-jushami qal ra'ani an-nabiy sallallohu alayhi va sallam alayhi atmar. Atmar pastga yozib qo'ygan eski kiyim. Va qala hal laka min mal? Qultu na'am. Qala min ayyi al-mal? Qultu min kulli ma ata Allahu min al-ibli wash-sha'i. Qala fal tura ni'matuhu wa karamatuhu alayk. Islom shariati komil shariat. Bitta bo'lagini olib, qolgan bo'lagini tashlanadigan bo'lsa, adashib qolinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlarining holatlari bor va sahobalarga aytgan holatlari bor. Hozir aytayaptiki, Abul Ahwas al-Jushami Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam meni ko'rdilar, ustimda kiyimim rosa ham eskirib ketgan edi. O'tga olmaganda yamoq ko'payib ketgan ular. Endi yangi olishim kerak deydigan o'zi vajhi bo'ladi. Umar radhiyallohu anhu xalifa bo'lgan paytda yamoq kiyimida 12 ta yamoq bo'lgan. Aytmaganki Alloh subhanahu va taolo asarini ko'rishni xohlaydi demagan bu o'rinda. Ya'ni har bitta o'rinda o'ziga munosib bo'lgan gaplar bo'ladi. Bundan biz iqtisodni olishligimiz kerak. Hozir bu yerda go'zallikka dalolat qiladigan narsa bo'lganligi uchun musannif buni keltiryapti. Zuhudni o'qisangiz, kitobi Zuhudni o'qisangiz Ahmad ibn Hanbalni, bugungi kundagi kambag'allar ham isrof qilayotgan holatda ko'rasiz. Zuhudni o'qiydigan bo'lsangiz. Hop, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam meni ustimda bir eski kiyimni ko'rdilar. Ya'ni haqiqatda eskirib ketgan edi. Aytdiki, "Seni moling bormi?" dedi. "Ha" dedi. "Qanaqa moling bor?" dedi. "Alloh taolo menga ko'p narsadan bergan. Tuyalarim bor, qo'ylarim bor" dedi. Shunda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdiki, "Bo'lmasa Alloh taoloning ne'mati, ya'ni boyligi va karami seni ustingda ko'rinsin" deb bir yaxshi kiyim olgin dedi. Do'lobni to'ldirib qo'ydimanlar-da. Ya'ni bitta ikkita kiyim olgin dedilar. Fa huwa subhanahu yuhibbu zuhura athari ni'matihi ala 'abdihi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo o'zining ne'matini, asarini bandasining ustida ko'rishni xohlaydi, isrof bo'lmagan bir o'rinda. Fa innahu minal jamali alladhi yuhibbuhu. Mana bu Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rgan go'zalliklardandir. Va zalika min shukrihi ala ni'amihi. Banda Alloh bergan ne'matni zohirida ustida kibr qilmagan holatda, shariat belgilangan shaklda ko'rsatishligi Alloh subhanahu va taologa shukridan bo'ladi. Va huwa jamalun batinun va yuhibbu an yara ala 'abdihi al-jamal al-zahir bi ni'matihi. Shukr bu botiniy go'zallikdir. Va o'sha kiyimlarni go'zallikni ustida zohir qilishligi bu zohiriy go'zallikdir. Val jamal al-batin bi shukri 'alayha. Va ana shu ne'matiga bo'lgan botiniy go'zallik o'sha ne'matga shukr qilishlik bilan bo'ladi.
ولمحبته سبحانه للجمال أنزل على عباده لباسا وزينة تجمل ظواهرهم وتقوى تجمل بواطنهم. Alloh subhanahu va taolo go'zallikni yaxshi ko'rganligi uchun bandalariga zohirlarini go'zal qiladigan ziynat va liboslarni nozil qildi va botinlarini go'zal qiladigan taqvoni mashru qildi. Alloh subhanahu va taolo A'rof surasining 26-oyatida aytadiki: "Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa zalika khayr." Ey odam farzandi, dar haqiqat biz sizlarga avratlaringizni yopadigan liboslar va risha degani va ziynat kiyimlarni nozil qildik va taqvo libosi bu eng yaxshi libosdir. Va qala fi ahli al-janna, Alloh subhanahu va taolo jannat ahli haqida aytadiki: "Va laqahum nadratan wa surura va jazahum bima sabaru jannatan wa harira." Alloh subhanahu va taolo laqahum degani a'tohum degani. Ularga nadra yuzini go'zalligini va surura qalbini xursandchiligini berdi. Ya'ni jannatda siqilish degan narsa yo'q. Xafa bo'lish degan narsa yo'q. Jannatda ayollarga tegishli kosmetologiyaga ehtiyoji bo'lmaydi. Bepul u yerda hamma narsa bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zini dunyoda qilgan bandalar dunyoda qilgan amallariga ko'ra yuzini nurli, chiroyli qilib qo'yadi. Walaqahum nadrata. Alloh subhanahu va taolo jannat ahliga yuzlarini ko'rkamligini, qalbini xursandchiligini beradi. Va ularga bima sabaru dunyo hayotida iymon keltirib amallarga sabr qilganligi uchun jannat va harirlar bilan mukofotini beradi. Allohumma ja'alna minhum. Amin. Tajammala wujuhahum bin nadra. Ularning yuzlarini ko'rkamlik bilan, yashnashlik bilan go'zal qildi. Go'zal qiladi va botinlarini xursandchilik bilan, badallarini ipaklar bilan. Va huwa subhanahu kama yuhibbul jamala fil aqwali wal af'ali wal libas wal hay'a yubghidul qabiha min al aqwali wal af'ali wat thiyab wal hay'a fayubghidul qabiha wa ahlihi wa yuhibbul jamala wa ahlihi. Tabii endi o'zi aslida Ibn al-Qoyyim Jawziy rahmatullohi alayhi bu narsalarni zikr qilishligini oxirida xulosasida aytib qo'ygan. Biz xulosaga borguncha boshi esimizdan chiqib qoladi-ku. O'shaning uchun o'rnida tanbeh berib o'tib ketamizki, buni aqidaga taalluqli joyi nima? Chunki biz Kitob tavhiddan, Kitob al-aqidadan boshladik-ku. Aqidaga taalluqli joyi nima deganda aytadiki, oxirida xulosasida Alloh subhanahu va taolo go'zallikni yaxshi ko'rgani uchun bandadan qilayotgan amallarida ham eng go'zalini qilishlikni xohlaydi. Bandada amalida qiladigan eng go'zali bu tavhid ustiga qurilgan amal deydi. Agar tavhid ustiga qurilmasa qabih bo'ladi. Shuning uchun bu yerda aqidaga bog'liqli joyi amallarni ham go'zalini qilishlik kerak. Bu o'sha shariat buyurgan shaklda. Alloh subhanahu va taologa ixlos bo'lgan holatda payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga muvofiq bo'lgan shaklda qilingan amaldir. Alloh subhanahu va taolo qavullardan, fe'llardan, liboslardan, ko'rinishlardan go'zallarini yaxshi ko'rgani kabi endi buni aksi bo'lgan qavul va fe'l va kiyim va ko'rinishlardan qabihni yomon ko'radi. Fa yubghidul qabiha, qabihni yomon ko'radi va qabih ahlini ham yomon ko'radi. Go'zallikni yaxshi ko'radi va go'zallikni ahlini ham yaxshi ko'radi. Walakin dalla fi hada al-mawdu' fariqan. Lekin mana bu o'rinda ikkita toifa adashdi. Doim ahli sunna val jamoa ulamo mazhabi salaflar vasat degan. Vasat hammasi yaxshilik degan. Hozir endi ikkita toifa bor. Bir toifasi fariqun qalu kullu ma khalaqahu jamilun. Alloh taolo yaratgan hamma narsa go'zaldir. Fa huwa yuhibbu kulla ma khalaqa. Chunki Alloh taolo yaratgan hamma narsasini yaxshi ko'radi. Va nahnu nuhibbu jami'a ma khalaqahu. Biz Alloh taolo yaratgan hamma narsani yaxshi ko'ramiz. Fala nubghidu minhu shay'a. Bundan birontasini yomon ko'rmaymiz. Qalu wa man ra'a al-kainati minhu ra'aha kullaha jamila. Kimki butun bir koinotni Alloh subhanahu va taolodan deb biladigan bo'lsa, hammasini go'zal deb ko'radi. Va anshada munshiduhum, ulardan ba'zilari aytdiki, va idza ra'aytal kainati bi'aynihim fa jami'u ma yahwi al-wujudu malihu. Agar siz koinotni Alloh subhanahu va taolo yaratgan deb o'sha oriflarni ko'zi bilan qaraydigan bo'lsangiz, mana bu borliqdagi hamma narsa malihu, go'zaldir. Bularning bu aytgan gapi to'g'ri emas. Hozir musannif aytadi. Wahtaju bi qawlihi ta'ala, va yana hamma narsani Alloh subhanahu va taolo yaratgan narsa hammasi go'zal ekanligini va buni hammasini yaxshi ko'rishligini Alloh subhanahu va taolo aytayapti. Bu bilan nima kelib chiqadi? Bu birinchi qavl bilan al-vala val baron yo'q qilib qo'yadi.
kofirlarga qarasangiz, kofirlarni ham Alloh taolo yaratgan. O'shaning uchun bular yaxshi ko'rish kerak deydi. Bu aqidani ustuni bo'lgan al-ura, ya'ni al-vala val baroga qarshi keladi. Allazi ahsana kulli shay'in xalaqa. Alloh subhanahu va taolo jamiki narsani go'zal qilib yaratdi. Sunallohillazi atqana kulli shay. Bu Alloh subhanahu va taoloning fe'li, yaratishligidir. Hamma narsani mutqin, puxta qilgan. Ma tara fi xalqir rahman min tafawut. Alloh taolo yaratgan narsalarda tafavut, bir-biriga tafavut, qarama-qarshilikni ko'rmaysiz. Wal arif indahum yusarrih bi itlaq al jamal. Ya'ni ularda o'sha mana bu toifalarda eng olimi hamma narsa go'zal deydi. Wala yara fil wujudi qabiha. Borliqda qabih narsa yo'q deb aytadi. Ular vahdatul vujuddilar. Ya'ni hululiylar. Hamma narsada Alloh bor deydi. Itni ko'rsa ham Alloh deyaveradi, boshqa narsani ko'rsa ham Alloh deyaveradi. O'sha Ibn Arabiy aqidasi mana shu aqidada bo'lgan. Va haulay qad udimatil g'ayratu lillahi fi qulubihim. Ularning qalblarida Alloh subhanahu va taolo uchun g'ayrat, ya'ni yomon ko'rishlik, qizg'anishlik yo'q bo'lib, val bug'du fillahi val muadatu fihi. Alloh uchun yomon ko'rishlik, Alloh uchun dushmanlik qilishlik yo'q bo'lib ketgan. Va bizga tanbeh berishlik kerak bo'lgan joyimiz shuki, agar bandada kofirlarni yomon ko'rishlik bo'lmasa, demak uni aqidasida nuqson bor degan. Siz kofirlar sizga hech narsa qilmasa ham yomon ko'rishligingiz lozim bo'ladi. Ya'ni to'g'ri unga zulm qilishlik boshqa narsa, uni yomon ko'rishlik boshqa narsa. Kofirlar yomon ko'rish kerak ekan deb zulm qilinmaydi. Hozir misol uchun kofirlarni biz fiqhda nechta toifaga taqsim qilganmiz? Faqihlar e'tiborsinchi, 4 taga taqsim qilganmiz. Tepadan boshlaydigan bo'lsak, hurmati jihatidan zimmiylar, muahadlar, musta'manlar va harbiylar. Zimmiy bo'lsin, muahad bo'lsin, musta'man bo'lsin, harbiy bo'lsin, bu 4 ta toifa kofir illoki yomon ko'riladi. Ularga muhabbat qilinmaydi. Ularga muhabbat qilishlik iymonga zid. Alloh subhanahu va taolo Mujadala surasida nima degan? Ey Muhammad alayhisalom, siz Alloh va oxirat kuniga iymon keltirgan kimsalarni, kofirlarni do'st tutganligini ko'rmaysiz. Ularni yaxshi ko'rganligini ko'rmaysiz. Ularga eng yaqin ota-onasi bo'lsa ham, aka-ukalar bo'lsa ham. Xo'p, endi kofirlarni yomon ko'rilmaydigan bo'lsa, bu islomni zoyi bo'lishligiga olib keladi. O'shani hisobiga islom shariatida kofirlarga bo'g'iz qilishlik. Endi buni bizni bugungi kunimizdagi ko'p musulmonlar tushunmayapti. Nimaga yomon ko'rish kerak kofirlarda? Senga zarar tegmayotgan bo'lsa, bir binoylik odam bo'lsa, nega yomon ko'rasan deydi. Endi uni boshqacha jihatdan, insoniylik jihatdan tushuntiramiz unga. Aytamizki, o'sha kofir kelib sizni onangizni son darajada haqorat qilsa, bir binoylik odam deb turib yaxshi ko'rasizmi? Yo'q, yaxshi ko'rmaysiz. Yomon ko'rasiz, nafratlanasiz. Hatto shu ishda musulmon qilsa ham nafratlanasiz. Xo'p, endi u kofirlar Alloh subhanahu va taologa mana shunday tuhmatlarni qilganligi uchun yomon ko'riladi. Shuning uchun mana bu o'rinda Ibn Qoyyim Javziy rahmatullohi alayhi urg'u bergan joyi shuki, mana bu insonlarni Alloh subhanahu va taologa bo'lgan g'ayrati yo'q qalbida. Ular Alloh uchun yomon ko'rishlikni bilmaydilar. Alloh uchun dushman bo'lishlikni bilmaydilar. Va inkarul munkar, natijada munkarni inkor qilmaydi. Endi mana kerak bo'lgan joyi. Val jihadu fi sabilihi va iqamatu hududihi. Alloh subhanahu va taoloning yo'lida jihad qilmaydi bular. Alloh subhanahu va taoloning hududlarini qoyim qilishlik uchun jihad qilmaydi. Nimaga? Ularcha hamma narsa bir binoylik, hamma narsa bir xil ular. Ular ham inson deydi. Ularni qon to'kmash kerak deydi. Va yaral jamal as-suwar min az-zukur wal inath min al-jamal alladhi yuhibbuhu Alloh. Ya'ni o'sha insonlar, erkaklardan bo'lsa, ayollardan bo'lsin, chiroyli bir suratlarni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rgan go'zallikdan deydi. Yuqorida aytdik-ku, so'pilardan kelib chiqqan. Fa yata'abbaduna bi fisqihim. Ya'ni ular fosiqligi bilan ibodat qiladi. Men tafakkur qilyapman deydi. Dahshat u deydi. Huruliylar vashi dahshat bo'lsa kerak deydi. Va rubbama qala ba'duhum. Ba'zilari g'uluvga ketadi. Hatta yaz'amu anna ma'budahu yadhharu fi tilka as-surati wa yahillu fiha. Ya'ni ular bitta chiroyli bir narsani ko'rib qoladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo mana shu suratga tushadi deydi-da, o'shanda Alloh bor deydi. Va in kana ittihadiyan, agar u ittihad hululi bo'ladigan bo'lsa, aytadiki, ya madharun min madahiril haq. Bu haqni zohir bo'lish ko'rinishlaridan bittasi. U madahirul jamaliyya deydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo ba'zan insonlarga deydi, mahluqotlarda zohir bo'ladi deydi. Mana shu go'zallikda Alloh taoloning zohir bo'lishligi deydi. O'shani hisobiga
ular sallallohu alayhi vasallam o'zlarini musulmonman desa ham ulamolar ittifoqi bilan ularni kofir deb aytishgan. Va min anva'il jamal, go'zallikni ko'rinishidan endi bularda muqobilida ikkinchi toifa bor. Go'zallikni ham go'zallik emas deb biladi. Va qabalahum al-fariqus sani. Va bularga ikkinchi toifa borki, bunga qarama-qarshi turadi. Ular aytadiki, qaddammallohu subhanahu jamala suwar va tamamul qama wal xilqa. Alloh subhanahu va taolo suratlarni go'zallik bo'lganini, to'g'ri tamamul qoma degani qomati chiroyli bo'lgani, xilqati chiroyli bo'lganligini ham mazammat qildi. Shuning uchun go'zal bo'lgan narsalar ham yomon ko'riladi dedi. Misol uchun munofiqlar haqida Alloh subhanahu va taolo nima dedi? Va idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum. Munofiqlarni ko'rsangiz jismlarining kuch qomatlari sizni ajablantiradi, sizga yoqadi. Va kam ahlakna qablahum min qarninhum ahsanu athatha wa ri'a. Dar haqiqat biz bu kofirlardan, mushriklardan oldin ulardan ko'ra mollari ko'p, asasa va ri'a, manzarasi, ko'rinishi chiroyli bo'lganlarini halok qildik. Ay amwalan asasga va manazira riyaga. Hasan al-Basri aytganki, suvar degan. Ya'ni ulardan ko'ra ko'rinishlari go'zal bo'lgan qancha toifani halok qildik. Va fi sahih Muslim anhu sallallohu alayhi vasallam innalloha la yanzuru ila suwarikum va amwalikum va innama yanzuru ila qulubikum va a'malikum. Alloh subhanahu va taolo sizlarning suratlaringiz u mol dunyolaringizga, ko'rinishlaringizga qaramaydi, qalblaringizga va amallaringizga qaraydi. Qalu wa ma'lumun annahu lam yanfi nazar al-idrak va innama nafa nazar al-mahabba. Aytadiki, mana bu o'rinda Alloh subhanahu va taolo idrok nazarini yo'qqa chiqarmadi, faqatgina nimani? Nazar al-mahabbani yo'qqa chiqardi. Ya'ni nazar al-mahabba nima edi? Sizlarning suratlaringizga muhabbat bilan qaramaydi, sizlarning suratlaringizni yaxshi ko'rmaydi, sizlarning amallaringizni yaxshi ko'radi deyapti. Qalu wa qad harrama alayna libas al-harir va al-dhahab va aniyat al-dhahab wal-fidda. Alloh subhanahu va taolo bizga dunyodagi eng ko'rkam bo'lgan harir ipaklarni, tilla va kumushlarni va bularni idishlarni harom qildi. Buning sababi va zalik vaholanki mana bu narsalar min a'zami jamalid dunya. Dunyodagi eng ko'rkam narsalar edi. Wa qala wa la tamuddanna 'aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi. Ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xitob qilib aytdiki, Allohning rasuli, siz biz kofirlarga bergan azvaja turli xil ne'matlarni, zahratal hayatid dunya degan dunyo hayotidagi ziynatlarni ularga biz imtihon qilish uchun bergan narsaga tamuddanni ko'zingizni havas qilgan holatda qaratmang dedi. Hop, hozir bularda vajh dilalasi aytibdiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni Alloh subhanahu va taolo mana bu dunyodagi ziynatli bo'lgan narsalarga qarashlikdan, havas qilishlikdan qaytardi. Demak, hamma go'zal bo'lgan narsalar bu maqtalinadigan narsalar emas. Hadisda keladiki, al-bazadatu min al-iman. Bu hadis vallohu alam hasan darajasiga chiqarkan, o'zi zaif degan, lekin hasan darajasiga chiqarkan. Bazada degan soddalik degani. Soddalik iymondandir. Va qad zammallohu al-musrifin. Alloh subhanahu va taolo isrof qiluvchilarni mazammat qildi. Was-sarafu kama yakunu fi at-ta'am va sharob yakunu fi al-libas. Isrof taom va sharobda bo'lgani kabi libosda ham bo'ladi. Hop, endi biz mana shu ikkala toifani o'rtasini olishligimiz kerak bo'ladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo hozir aytadiki, faslun an-niza' an yuqal. Endi faslun niza' mana shu tortishuvlarni hal qilishlik. Aytiladiki, al-jamalu fi surati wal libas wal hay'atu thalathatu anwa'. Suratda, ko'rinishda va liboslardagi go'zalliklar 3 turli bo'ladi. Birinchisi maqtanilgani bor, ma yuhmad, ikkinchisi mazammat qilinadigan bor, uchinchisi shariatda maqtov ham kelmagan, mazammat ham qilinmagan. Fal mahmudu minhu, qaysilari maqtaniladi? Ma kana lillahi wa ana ala ta'atillah. Alloh uchun bo'lgan va Alloh subhanahu va taoloning to'atiga yordam beradigan jamiki narsalar maqtaniladi. Va tanfidi awamirihi wal istijabati lahu. Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini amalga oshirishlikda va unga ijobat qilishlikda yordamchi bo'lgan narsalar maqtaniladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam elchilarga nima qilardi? Yasan-tusan qilardi. Ya'ni bu narsa demak mashru'. Nima uchunsa, chunki kelgan elchilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rkam shaklda ko'radigan bo'lsa, iymon keltirishligiga sababchi bo'lgan. Va huwa nadiru libasi alatil harb lil qital. Va bu xuddiki o'sha jangga chiqqan paytda jang kiyimlarini, sovutlarni kiyishlikka o'xshaydi. Va libasul harir fil harbi wal khuyala fihi.
va jang vaqtida ipak kiyimlarni kiyishlik va jang vaqtida kibrlanishlik. Xuyala degani o'sha maqtanishlik. Ipak kiyimlar jang vaqtida nima uchun kiyilgan? Branjilet vazifasini bajargan. Bugungi kunda eng qimmatbaho branjiletlar ipakdan bo'ladi. Yengil bo'ladi, o'q o'tkazmaydi. Va yana o'sha ba'zi sahobalarda jangga ko'p yurgan paytda qichima shunga o'xshash narsalar toshib ketgan paytda ipaklar kiyilgan. فإن ذلك محمود إذا تضمن إعلاء كلمة الله ونصر دينه وغيظ عدوه. Agar mana bu narsalar kibrlanishlik, Alloh subhanahu va taoloni kalimasini oliy qilishlikni o'z ichiga oladigan bo'lsa, diniga yordamni o'z ichiga oladigan bo'lsa, va g'ayz aduvihi, dushmanlarni azoblantirishlikni o'z ichiga oladigan bo'lsa maqtaniladi. Endi bu yerda talab ilm o'zi ba'zi bir istinbotlarni chiqarib olishlik kerak. Qarang. Alloh subhanahu va taoloni ibodatiga yordamchi bo'ladigan narsalar agarchi boshqa holatda harom bo'lsa ham Allohga qilinadigan ibodat uchun joiz bo'laveradi. Mutlaq emas, lekin bu yerda olinadigan narsa hozir Alloh subhanahu va taoloning kalimasini oliy qilishlik uchun xo'yalalik qilishlik bu maqtanilyapti. Wal mazmum minhu, endi ba'zan mazammat qilinadigan go'zallik bo'ladi. Ma kana lid-dunya va riyasa wal fakhr wal khuyala wat tawassul ila shahawat. Dunyo uchun bo'lsa, boshliqlik uchun bo'lsa va faxrlanishlik, xuyala, maqtanish, kibrlanish uchun bo'lsa va shahovatlarga erishishlik uchun bo'ladigan bo'lsa, voqelikdan bitta misol keltiramiz. Lamborghini olib, takva kiyim olib, qizlarni ovlash uchun chiqsa, mazammat qilinadi. Va yakuna huwa g'oyatul abd va aqsa matlabihi. Va mana bu narsa bandani maqsadi va aqsa matlabihi degan eng oliy maqsadi shu bo'ladigan bo'lsa mazammat qilinadi. Va inna katiran minan nufus laysa laha himmatun fi siwa zalik. Endi aytayaptiki, aksar nafslarning xohishi shu deyapti. Ya'ni chiroyli bo'lishlikda ba'zan shayton olib keladi-da, o'zi bilib turasiz o'zi. To'g'rimi? Ya'ni hozir Alloh uchun qilyapman deysiz. Hech qanaqa emas o'zi shayton. Siz insonlarni aldashingiz mumkin. Lekin ba'zan qalbingizda bilib turasiz o'sha narsani ba'zan kibr uchun qilgansiz. Yani eng oxirgi chiqqan versiyadagi telefonlar olib olsangiz ikkitadan, qo'lingizga soatda eng oxirgi versiyasini taqib oladigan bo'lsangiz, endi bu endi sog'ligim uchun kerak bo'ladi deysiz, qalbdan bilib turibsiz kibr uchun. Mana bu narsa mazammat qilinadigan narsalardan. Shuncha aytayaptiki, nafslarning aksari mana shu ikkinchisini xohlaydi. Va ma la yuhmad va la yuzam. Ammo maqtalmaydigan va mazammat qilinmaydigan narsalarga keladigan bo'lsak, fa huwa ma khala an hadayn al-qasdayn va tajarrada an al-wasfayn. Ya'ni bu yuqoridagi ikkita narsa topilmagan suratlardir. Wal maqsud, endi bizga kerak bo'lgan xulosasi mana shu. Anna hada al-hadith al-sharif mustamilun ala aslayn azimayn. Mana bu hadis, ya'ni Alloh subhanahu va taolo go'zaldir va go'zallikni yaxshi ko'radi hadisi ikkita ulug' aslni o'z ichiga oladi. Birinchisi Alloh subhanahu va taoloni tanishlik, ikkinchisi suluk, Allohni tanigandan keyin Allohga ibodat qilishlikda tutadigan yo'l. Fa yu'rafullohu subhanahu bil jamali allazi la yumathiluhu fihi shay. Alloh subhanahu va taolo tengi bo'lmagan go'zalligi bilan bilinadi. Va yu'badu bil jamali allazi yuhibbuhu min al-aqwali wal a'mali wal akhlaq. Va Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'radigan qavullar, amallar va xulqlar bilan Allohga ibodat qilinadi. Va yuhibbu min 'abdihi an yujammila lisanahu bis-sidq. Alloh subhanahu va taolo bandasidan tilini sodiqlik bilan go'zallashtirishlikni va qalbini ixlos, muhabbat, inaba, Allohga qaytishlik, tavakkul bilan go'zallashtirishligini va javarihahu, a'zolarini to'at bilan go'zallashtirishlikni yaxshi ko'radi. Va badanahu bi izhari ni'amihi alayhi fi libasihi va tathhirihi lahu min al-injaz. Badanini o'zi bergan ne'matlarini bilan go'zal qilib zohir qilishligini va najosatlardan poklashligi bilan yaxshi ko'radi. Wal ahdathi wal awsakhi va shu'uril makruhati wal khitani va taqlim al-adfar. Ya'ni badanini hadaslardan, kirlardan, shu'urul makruha va yomon ko'rilgan shu'urdan sochlarda aytayapti. Tuklarni olishlik va xatna qilishlik va tirnoqlarni olishlik bilan poklashlikni yaxshi ko'radi Alloh taolo. Fa ya'rifulloh azza va jalla bi sifatil jamal. Banda Alloh subhanahu va taoloni go'zal sifatlari bilan taniydi va yata'arrafu ilayhi, va o'zi Alloh taologa go'zal fe'llari, qavllari va chiroyli xulqlari bilan taniladi.
فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه. Alloh subhanahu va taoloning sifati bo'lgan go'zalligi bilan Alloh taoloni taniydi. Va ya'buduhu bil jamali alladhi huwa shar'uhu va dinuhu. Alloh taoloning shariati va dini bo'lgan go'zalligi bilan Alloh taologa ibodat qiladi. Jama'al hadis qoidatayn. Mana bu o'rinda hadis bizga ikkita qoidani jamlab berdi. Birinchisi Alloh taoloni tanishlik, ikkinchisi Alloh subhanahu va taologa ibodat qilishlik. Allohu taala a'lam. Subhanakalloh bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk.